Jangchi. Badaviy tarixiy asar. Üçüncü qism. Raqib, saqmısan bolam? Ana, yüzünüz ishib ketibdi. Raqib, angla bolam. Aqlliq bolam. Mening jasur o'g'lim. Eshiya o'g'lining qo'liqiga tez-tez pichirlashga boshladi. O'g'lim, bular bizni so'roq qiladi. Sen qo'rqma. Sen hech narsani bilmaysan. Jim tur. Qandoq hukm chiqaradi bilmayman. Ammo sen Musoning yo'lini izla bolam. Muso Ahmad degan payg'ambar butun insoniyatni qutqizadi. U kofirlarni o'ltiradi, zolimlarning jazosini berib, mazlumlarga nijot beradi degan. Sen Ahmad degan payg'ambarni anglasang, ikkilanmay uningga agashgan. Ma'qulmi o'g'lim? İlahi xo'sh xabardagi odam shu bo'ladi. Naslimizning yigoni vaklisan. Sen o'lmasliging kerak. Shaytonga aldangan ajdodlarimizni yana sharaflantirishing kerak. Qochqinlar o'shiga keldi deb xabar qilindi. Ikki askar yugurib kelib, ona bolani maydon o'tirishidagi turikka bog'ladi. Maydon odamga to'lgan edi. Hamma odam ona bolaning taqdiriga qiziqayotgan edi. Bular murtad, Jalutning dinidan Musoning diniga qaytgan. Shahardan qochishga qandoqmi jur'at qildikini? Ahmaq xotin, o'zingni o'ylamasangmi, bolangni o'ylasang bo'ladi-ku. Yana bir askar gap qistirib, "Ishtning bolasi isht bo'ludi, ag'ina. Baliga qara, sarg'ayib turibdi. To'g'ri deysizlar. Osiyning avlodidan yaxshi odam chiqmaydi. Ularni toshburon qilish kerak, esish kerak." Yig'ilgan xalq tarafidan "Ularning beshini chapayli. Qochqinlar" deb qiyoqlar yangrayotdi. Asrlar bilan ularning orasida yog'och to'siqlar bo'lmasa edi, ular ona bolani urushga tayyor turadi. Shu daqiqada nag'ra chelindi. Orqadan kimdir unlik ovozda vaqirashga boshladi. "Ey insonlar, yer yuzidagi eng adolatli podsho Jalutning shahrimizdagi mutlaq vakili Hakim Saqib G'obi janoblari kelmoqda. Uning bilan birga osmon va yerdagi 360 ilohning maslahatchisi, buyuk donishmand pushtu panohimiz Kohin Astinos hazratlarimiz bor." Bu gaplardan keyin nag'ralar yangidan gumburladi. Saqib G'oba va Kohin Astinos nihoyatda dog'dug'liq holda yetib keldi. Odamlar Saqib G'obadek buyuk sarkardini va 360 dona ilohning maslahatchisi buyuk Kohin Astinosni bevosita ko'rganligidan xushal bo'lishib, kimdir sakrasa, kimdir qo'lini ko'tarib pulanglatdi. Hamma kishi og'zidan tuprik chachratib, vaqirab, "Oh, buyuk Saqib G'oba va ilohlarning maslahatchisi Kohin Astinos! Menmi ko'ray, menmi ko'rma? Menga ko'rinmayotdi. Putlarni so'yaligan bo'lsak, putlarning izlari muqaddas." Xalq ichidan bir ikki qiri vaqirdi. "Hey muqaddas Astinos! Ilohlarga ayting, qizimizga o'g'il bersin. O'g'limga boylik, menga chiroyli xotin, menga hashamatli saroy" deyishadi. Shavqin ovozida G'oba Astinos o'zlari uchun tayyorlangan taxtga berib o'ltirdi. G'obaning bosh amaldori Tasmin qo'lini ko'tarib vaqirdi. "Jimbol xaloyiq, jimbol!" Birdamda kishilarning hammasi tinishlandi. Maydon sukutga cho'mdi. "Ulug' Hakim G'oba va ilohlar maslahatchisini sharaflashingiz nihoyat oliyjanob ish. Biroq oranglarda kimlardir o'zining iltijolarini yo'llabdi. Bu bak to'g'ri. Ammo" Tasmin "ammo" dedi-yu ovoziga sirliq hokimona tus berdi. "Bugun maydonga xiyonatkorlarni jazolash uchun yig'ildik. Adolat gullab yashnagan, ilohlarning vositasida himoyada bo'lgan,
hamma shod xuram yashayotgan jannat makon shahrimizdan qochishga jur'at qilgan xoinlar oilasini jazolashimiz shart. Sizlar bo'lsanglar, ilohlar maslahatchisi, iloh Astinasni o'z istaklaringlar bilan bearam qilmoqda. İstaklarni so'rash uchun muqaddas ibodatxonaga hadiyalaringlar bilan beringlar. Hadiyalaringlar ilohga ma'qul kelsa, Astinas hazratlari uningga tilaklaringlarni yetkazadi. Tilagininglar ijobat qilamdi, qilmamdi, bu ilohlarning ixtiyorida bo'ladi. Gapimni tushundinglarmi? Xalq birdek ovozda "Ha, tushundik. Tasmin ishini tugutib joyiga qaytdi. G'oba qo'lidagi hokimlik g'ossini ko'tarib, o'ltirgan joyida gap boshladi. Bizning shaharimiz buyuk shahar. Bu yerda hamma baxtiyor. Ilohlar biz bilan birga. Kain Astinasning yordami bilan shaxsan men o'zim 75 dona ilohni sariyimda qabul qildim. Ularning hammasi shaharimizni qo'g'dashga va'da berdi. Bu ana bola cho'ng xiyonat qildi. Ular yerim kechada qechib ketishdi. Ammo ilohlar bizga xabar bergani uchun dal vaqtida askarlar bularni tutib kelishdi. Endi ularni adolat bilan sotlaymiz. Qilmishlarini iqror qilib, munosib jazo olsin. G'oba eshiyaga jetoq ko'zlarini qisib qaradi. "Ey jinoyatchi xotin, isming nima? Kimning avlodisan? O'zingni oliy hukm berguvchilarga tunishtir." "Men Ashiya, otam payg'ambar Yaqub qavmidan aslam. Bovam shu shaharning hokimi Muassardir." Ayolning ovozi chaqmoqdek yangradi. Xalqning g'azibi sung'andek bo'ldi. Hatto hokim Saqib G'obining hukmron savoli bu javob qarshisida suv cho'kkan toshdek tuvallab ketdi. Kishilarning hammasi tushundiki, ayol hukmdorlar oilasida tug'ilib o'sgan. Ashiyadagi shiddat aynan malikalarga xos edi. Raqib haqiqatni endi anglaganligi uchun onasiga hayronlikdan qaradi. G'oba zo'rlik bilan vaziyatni qo'lga oldi. "Hokimiyat buvang Muassardan keyin qo'llaringdan ketdi. Nimishqa bilamsan?" Ashiya bu savolni kutgan edi. "Ichimizdan chiqqan xoinlar sababli buvam Muassarni dushmanlar mag'lub qildi." G'oba ayolning so'zini bo'ldi. "Muassar zaif edi. U qudratning nimaligini bilmaydi. Zaifligi uchun yengildi." Ashiya jim bo'ldi. G'oba ayoldan biror e'tirozning bo'lmagani uchun so'zini davom qildi. "Buvang buyuk podshoh Jalutning diniga o'tdi. Quyoshga sig'indi. Musoning yo'lidan chiqdi. U uning umridagi yegona to'g'ri ish edi." Ashiya bir nuqtaga tikilgan peti jim turadi. "Sen murtad bo'lding. Bizning adolatdan qochding. Shahardan qochgan xoindir. Xoinga o'lim." Xalq shuni kutib turgandek, "Xoinga o'lim, o'lim!" deb to'lishadi. Ashiya hokimga shunda qaradiki, G'obining diqqati uning diqqatiga tushganda ichi titrab ketganligini sezdi. Ashiyaning ko'zlarida Muassar ko'ringandek bo'ldi. Muassar G'obiga "Ey cho'rining bolasi, meni sen sotding" degandek bo'ldi. Ashiya hokimga qarab vaqirdi. "Ko'ni qonunni unutdingmi, G'obi?" Ayolning ovozi nihoyat g'alati holda yangrab, kishilarning shavqinini kesib qo'lqiga yetdi. Odamlarning varang-churangi pasayishga boshladi. G'obining o'rniga Astonis so'radi. "Ey jinoyatchi xotin, qanday qonunni davatsan?" "Hey Kain, qadimgi qonunda hokim va uning avlodi o'ldirilmasin deyilgan. Unutdinglarmi?" Ashiya haq edi. U eski qonunni eslatdi. Buni hech kim inkor qila olmasdi. G'oba sotni oxirlashtirib hukm berishga qaror qildi. Hammaning vujudi quloqqa aylandi. Hukmdorlar naslidan bo'lgan jinoyatchi Divi xotun Ashiya tuvandagi jinoyatlarni qilgan. Paravon va adolatlik shaharimizdan xoinlarcha qochdi. Buyuk podshoh Jalut diniga hurmatsizlik qilib, Musoning dinini izdidi. U o'z jinoyatiga bolasini sherik qildi.
bu işi uchun o'ldirishga munosib bo'lsa-mu, To'mirida isil zodilar qini eqib turganligi uchun uni tirik qoldirman. Ashiya shahar cho'chqixonasida umr bo'yi cho'chqa boqadi. O'g'li vahshiylar zindoniga umr bo'yi qamalsin. G'oba hukmni tugutib o'rnidan turdi. Hammasi uningga agashdi. Kishilarmi bir narsalarni muhokama qilishqach tarqalishga boshladi. Ashiya o'zi bog'langan to'rikni yiqitqudak bo'lib silkindi. Zolim! Zolim! Erimni sening qotil askarlaring o'ldirdi. Hukmga rozi emasman. Balamni qo'yib ber, deb to'lar edi. Ammo uning dardini anglaydigan birarsi yo'q edi. Balaning putqoli keshallandi. Uni qo'pol bir askar ko'tarib, ustidagi qafasga tashladi. Tugashdan qo'zichoq, vahshiylar zindonida bir kunmi, hatto bir soatmi aman qolmaysan. Harva yurishga boshladi. Raqib shahar bo'ylab mong'och, loy tomliq suvoq uylarga, pakar daraxtlarga qaraydi. Uning hissiyotlari o'lgandek edi. U o'zini cho'ng ishlarga tayyorlanadigandak sezdi. Biroq cho'ng ishlarning nima ekanligini bilmaydi.